Assalomu alaykum qadrdonlar. Xudo xolasa biz yana bugundan ishlarimizni boshladik. Danaglarimizni ekib oldik. Qo'soyli akamizga Samba degan gilosdan 1000 tub zakaz qilgan edi. 1,5 gektar yer maydonga xudo xolasa ko'chirib beryapmiz. Payvanddagi vishniyada do'stlar, ko'chatlarni holatini ko'rib turibsizlar. Tomillari ham zo'r. Qaranglar, birinchilar bunda ham Sambada ham nishonalari bor. Mana gul kaltalar, ikkitaliklar ko'chatlar birli dilli usulda tayyorlangan. Mana kanalimizda faol bo'linglar. Xudo xolasa bildan keyin ham boqmoqchi bo'lganlar 2026-yilda zonalarni olib kelib payvand qilganmiz. Zakaz berishdi. May oyini 20lardan boshlayapsizlar. Xudo xolasa mevasi pishgan paytda hamma payvand qilgan giloslarimizni tashlab boramiz. Bu akamizdan mevasi pishgan paytda kelib ko'zi bilan ko'rib, mashinamga qiziqib yo'qsa-da mashinamdan xudo xolasa katta maydonga boq qilyapti. Sog' bo'lasizlar, sizlar ham faol bo'linglar. Fag'onali bog'bon xudo xolasa yaxshi navda ko'chatlarni sizlarga ko'rsatib ko'katib zo'r qilib tayyorlab beradi. Sog' bo'lasizlar.